va xulosani yana bir marta o'zlaringizga havola qilaman. Birinchidan, otamga 2023-yildan to 2030-yilgacha to'lanishi kerak bo'lgan 7 milliard kredit ajratilgan. Bu pullarga otam agrotexnikalar sotib olib ishlatgan. Lekin bank otamni iqtisodiy og'ir ahvolini hisobga olmay, kreditni imtiyozli paytidayoq 2030-yilgacha 5 yil muddat bo'la turib, jami 7 milliard qarzni birdaniga undirish bo'yicha sudga berib, joylarimizni auksionga chiqargan. Eng qizig'i, oradan 2 yil o'tib, kredit maqsadsiz edi deb xulosa berib, otamni qamatishdi. Ikkinchi marta sudda yana 7 milliard undirish bo'yicha qaror olishdi. Ikkala sud qarori ham kuchda. Shunda dadamga 7 milliard kredit uchun 14 milliard pul undirishyapti. Ikkinchidan, biz davlatni pulini joyiga qo'yamiz deb investor topib pul to'lashga kelishsak, tuman agrobank boshlig'i kelgan xitoylik investorlarga joy muammoli, joyni biz bilan gaplashasizlar deb qaytarib yuborgan. Vaholanki bizni 3 gektarlik kompleksda 40 sotix joy garovda qolganlari kadastri bitta bo'lganligi uchun u ham taxtda turibdi. Uchinchidan, dadamning nomida kredit yo'q. Dadamni norasmiy rahbar deb qamashdi. Sudda prokuror ham, sudya ham otamga nisbatan ayblov o'qish jarayonida 160